Hobbit yoxud borib qaytish. John Ronald Reuel Tolkien. 7-bob misli ko'rilmagan boshpana. Ertasiga ertalab quyosh nuridan ko'zi qamashib uyg'ongan Bilbo soat necha bo'lganligini ko'rib, o'choqqa choynak qo'yish uchun o'rnidan irg'ib turdi. Qarasa, yotgan joyi uyi emas. Toshga o'tirgan Hobbit yuz qo'lni yuvish, tish tozalash, soch tarash qanday yoqimli bo'lishini o'yladi. Na yuvinish, na tish tozalashga muvaffaq bo'lgan Bilboning nonushtasiga issiq choy, qovurilgan non burdasi, dudlangan go'sht uzatilmadi. To'ngan qo'y va quyon go'shti bilan qanoatlanishiga to'g'ri keldi. Shundan so'ng sayyohlar yana yo'lga otlanishdi. Endi Bilboga burgutni egallab, belidagi patidan mahkam ushlab olishga ijozat berildi. Gnomlar xaloskor qushlar bilan xayrlashar ekan, burgutlar sultoniga qilgan yaxshiliklari uchun bir payt kelib mukofotlashni va'da qilishdi. 15 ta yirik qush osmonga ko'tarildi. Quyosh hali chiqmagan, havo salqin, vodiyni qamragan tuman tog' cho'qqalarini ham o'ragan. Ko'zini qiya ochgan Bilbo tog' tizmasi ortda qolgani, yer juda pastda bo'lib, hamma narsa kichrayib ketganini ko'rdi. Ko'zini chipt yumgan Hobbit burgut patini yanada mahkam ushladi. "Patimni yulma", dedi joni og'rigan burgut. "Muncha quyonday qo'rqmasang, garchi chindan ham quyondan ko'p farq qilmasang-da. Tongning ajibligi, shabadaning yoqimliligini qara. Parvozdan yaxshi yana nima bo'lishi mumkin bunday paytda?" "Iliqqina vanna bilan kechki nonushta", deya javob qaytarmoqchi bo'lgan Bilbo changalni biroz bo'shatib, indamay qo'ya qoldi. Ular uzoq uchishdi. Muayyan vaqt o'tib, tegishli mo'ljalni ko'rishdi shekilli, burgutlar pastlay boshlashdi. Pastlash jarayoni ham spiralsimon yo'nalishda kechib, uzoq cho'zildi. Bardoshi yetmagan Hobbit ko'zini yana ochdi. Yer ancha yaqinlashdi. Pastda eman bilan qayrag'ochga o'xshash daraxtlar, keng yayroq anhor ko'rinmoqda. Ushbu anhorni chetlab oqishga majbur qilgan qandaydir tosh tepalik olisdagi tog'lar oldiga qo'yilgan soqchi qoyaday yerdan o'sib chiqqan. Burgutlar aynan mana shu kattaligini tasavvur qilib ham bo'lmaydigan tog' devi tekisligiga qarata uloqtirilgan ulkan toshday yotgan tepalik ustiga qo'nish harakatida. Burgutlar yo'lovchilarni navbat bilan tepalik cho'qqisiga tushirgach, yana qanot qoqib havoga ko'tarilishdi. "Qayoqqa borsangiz ham op yo'l sizlarga", baqirdi qushlar. "Safaringiz hamisha qadrdoningizla yakun topsin." Iltifot ko'rsatgan yirik burgutlar aynan shunday xayrlashadi. "Shamol sizga hamroh bo'lsin, quyosh suzib, oy viqorla yuradigan joyga eltsin", dedi burgutlar iltifotiga qanday javob qaytarish kerakligini bilgan Gandalf. Burgutlar sultoni keyinchalik jamiki qushlar qiroli darajasiga ko'tarilib, boshiga sof oltindan yasalgan toj kiydirildi. 15 ta yordamchisining bo'yniga oltin marjon tashlandi. Bu ularning 5 ta lashkar urushida ko'rsatgan jangovar yordami uchun gnomlar tomonidan berilgan mukofot bo'ldi. Bilbo ushbu ulug' sifat qushlarni qaytib ko'rmadi. Agar boshiga zarba yeb hushidan ketishdan oldin osmon falakda burgutlar sharpasini ilg'ab qolishga ulgurgani hisobga olinmasa, bu haqida kezi kelganda hikoya qilinadi. Toshtepalik cho'qqisi yassi maydon bo'lib, unda anhor sohilga eltadigan, ayrim joylari pillapoya sifatida yo'nilgan ko'p toptalgan so'qmoq tushgan. Anhorning ushbu qismi sayoz bo'lib, narigi qirg'og'iga olib o'tish uchun o'zanilga yapaloq toshlar terilgan. Kechuv joyi yaqinida tosh tepalikning kichkina g'ori bo'lib, sayyohlar kelgusi rejalarini muhokama qilib olish uchun shu yerga kirishdi.
Yodingizda bo'lsa, safar boshida sizlarni g'uborli tog'lar tizmasidan eson-omon olib o'tishga harakat qilishimni aytgan edin, gap boshladi sehrgar. Mohirona rahbarligim sharofati ila ishimiz o'ngidan kelgani bois ushbu niyatimni amalga oshira bildim. Biz ko'zlagan joyning sharq tomonidan chiqdik. Mazkur safar umuman olganda menga taalluqli emas, lekin men unda nihoyasiga yetgunga qadar yana bir bor ishtirok etishga ulgurib qolishim mumkin. Ammo meni hozir kechiktirib bo'lmaydigan juda muhim ishlar kutmoqda. Gnomlar sehrgarning gapidan dilsiyoh bo'lishgan ko'rinadi, to'ng'illay boshlashdi. Ular Gendalf hamisha birga yurishiga, murakkab vaziyatdan chiqishga yordam berishiga ko'nikishgan bo'lib, bu hol safar oxirigacha davom etishiga umid bog'lashgan edi. Bilbo ham ko'z yoshini tiya olmadi. Hoziroq gum bo'laman demadim men. Sizlar bilan yana 2 kuncha birga bo'lsam kerak. Hozirgi vaziyatdan chiqishingizga ham yordam beraman, dedi Gandalf. To'g'risini aytganda, o'zim ham yordamga muhtojman. Na yeguligimiz bor, na kiyim-kechagimiz va na ponilarimiz. Qayerga kelib qolganimizni ham bilmasangiz kerak. Lekin men baxtingizga qayerdaligimizni aniq ayta olaman. Agar tog' tizmasini bu qadar tez oshib o'tmaganimizda yetishimiz kerak bo'lgan so'qmoqdan bir necha milya shimoldamiz. Bu hududda deyarli hech kim yashamaydi. Agar birov ko'chib o'tib, men bexabar qolmagan bo'lsam albatta. Bu yerlardan bir necha yil muqaddam o'tganman va shu yaqin o'rtada bir kishi yashashini bilaman. Adashmasam, to'xtash joyi deb nomlanadigan ushbu tosh tepalikning pillapoyasini o'sha kishi yo'nga. Bu yerga u kamdan kam keladi. Kelgan taqdirda ham kunduz kuni emas. Shunday ekan, uni bu yerda kutib o'tirish yaramaydi. Kutib olishning oqibati ham yaxshilik bilan tugamaydi. Uni o'z uyida uchratgan ma'qul. Agar ish o'ngidan kelib, uchrashuvimiz yaxshi o'tsa, umid qilamanki, sizlar bilan xayrlashib, ana u burgutlar kabi qayoqqa borsangiz ham oq yo'l sizlarga, deya tilak bildirishga muvaffaq bo'laman. Gnomlar ajdar tortib olgan oltin, kumush va javohirlar bilan taqdirlashni va'da qilib, guruhni tark etmaslikni o'tinib so'rashdi. Ammo Gandalf o'z so'zida qat'iy turib oldi. Ko'ramiz, dedi u gnomlarning iltimoslariga javoban. Xazina sizniki bo'lishi uchun dastlab uni qo'lga kirita oling. O'ylaymanki, men shundoq ham uning muayyan qismiga sazovor bo'ldim. Alhosil gnomlar Gandalfni o'z holiga qo'yib yechinishdi-da, anhorga tushib cho'milishdi. Kechuv joyi sayoz bo'lib, tubi toshloq, suv tiniq ekan. Sayyohlar garchi lat degan joylari og'riq, yana ochiqishgan bo'lishsa-da, baland ko'tarilgan quyoshda toblanishgach, ancha tetiklashib qolishdi. Shundan so'ng pakana hobbitni ko'tarib anhorning narigi qirg'og'iga o'tishdi va qalin o'sgan mayin-maysizor bo'ylab emanzor va qayrag'ochlar oralab ketishdi. Nima uchun ana u tosh tepalik to'xtash joyi deb ataladi? So'radi Bilbo sehrgar yonida borar ekan. U shunday deb ataydi, chunki o'xshash qoyalarni u to'xtash joyi deb biladi. Bu tepalik esa uyi yaqinidagi yagona qoya bo'lib, uni yaxshi bilgani uchun alohida e'tiborida. U deganing kim? Talab ohangida so'radi Bilbo. Boya sizga aytgan tanishim, ajoyib shaxs. U bilan nihoyatda xushmuomala bo'lish kerak. Fikrimcha, sizlarni yoppasiga emas, navbat bilan ikkita-ikkitadan tanishtirganim ma'qul. Muhimi, uning jafrini chiqaradigan ish qilmang. Aks holda har narsa bo'lishi mumkin. Agar mehmondan mamnun bo'lsa, undan saxiy mezbon, jahli chiqsa, undan qo'rqinchli dushman topilmaydi. Ogoh bo'ling, achchig'i naq burnining uchida turadi. Gnomlar Gandalfni o'rab olib, baravariga savol yog'dirishdi. O'sha kishining uyiga ketyapmizmi hozir? Ko'ngli yumshoqroq, beozorroq mezbon topilmadimi?
Mundoq ochiqroq gapirishning iloji yo'qmi? Ha, o'sha kishining uyiga ketyapmiz. Yo'q, boshqa mezbon topilmadi. Bundan ochiq qanday gapiray? Jahlda javob berib bordi Gendalf. Ismini so'rayotgan bo'lsangiz, ismi Beor. Juda kuchli shaxs, ba'zan terisini almashtirib turadi. Tushunmadim. Quyon terisidan agar olmaxon tikishning iloji bo'lmasa, mushuk yasaydigan mo'ynadozlardanmi u? Talmovsiradi Bilbo. Oh xudo, yo'q albatta yo'q, dedi Gendalf. Sal bo'lsa ham aql yig'ishga urinib ko'rsangiz bo'lar ekan, Mr. Baggins. Bundan tashqari, o'ng qulog'ingiz bilan fan, chap qulog'ingiz bilan fan eshitib qo'ying. Hammangiz agar sog' salomat qolish istagida bo'lsangiz, uning uyi atrofidagi yuzlab milya masofada mo'ynado'z, po'stin mo'yna, yoqa va shu kabi hayvon terisi bilan bog'liq so'zlarni tilga olishni xayolingizga ham keltirmang. Ha, u ba'zan teri almashtirib turadi, faqat birovning emas, o'zining terisini almashtiradi. Qiyofasini o'zgartiradigan odam u, tushundingizmi? Dam ulkan qop-qora ayiq tusida, dam qora sochli paxmoq dev qomat odam tusida namoyon bo'ladi. Boshqa hech nima aytmayman. Hozircha shu ma'lumotning o'zi yetadi sizlarga. Ba'zilarning aytishicha, Beorim tog' devlari kelgunga qadar tog'u toshlarda yashagan qadimiy qora ayiqlarning buyuk avlodiga mansub ayiq. Boshqalarning fikricha, shimoliy tog' tizmalarida yashab, Qurumga o'xshash ajdarlar tomonidan badarg'a qilingan ilk odamlar avlodiga mansub inson hisoblanadi. Keyinchalik ularning yurtini goblinlar bosib olgan ekan. Anig'ini bilmayman-u, o'ylashimcha ikkinchi taxmin haqiqatga yaqinroq. Bu narsalarni o'zidan so'rab o'tirmang. Oqibati ayanchli bo'lishi muqarrar. Aniq aytishim mumkinki, Beornga nisbatan hech qanday sehr jodu qo'llanilmagan. U o'z qiyofasini o'zi o'z xohishi ila xohlagan vaqtda o'zgartiradi. Emanzorda o'rtasida yirik daraxt tanalaridan qurilgan katta uyi bor. Inson sifatida u o'ziga o'xshagan ajoyib qo'y, mol, ot kabi jonivorlarni boqadi. Jonivorlar o'z sohibi bilan gaplashib, xizmatini qiladi. Beorn ularni so'ymaydi, go'shtini yemaydi, boshqa turdagi hayvonlarni ham ovlab yemaydi. Uning qo'lida son sanoqsiz asalari qutisi va ulkan badjahl asalari bor. U asosan asal bilan qaymoq yeb kun ko'radi. Ayiqqa aylanib olsa, uzoq-uzoqlarga borib keladi. Kunlardan bir kuni men uni to'xtash joyida g'orli tog'lar ortiga botayotgan oyga qarab o'tirganligini ko'rganman. O'shanda Beorn ayiq tilida ular yer tishlaydigan kun keladi va men yurtimga qaytaman deganini eshitdim va shu bois tog'dan badarg'a qilingan inson ekanligiga bovar qildim. Obdon fikr yuritib ketish uchun Bilbo bilan gnomlarga murakkab mavzu topildi. Binobarin savol yog'dirishni bas qilib, Gendalfni o'z holiga qo'yishdi. Yo'l yaqin emas ekan. Sayyohlar uzoq yurib, dam yuqoriga chiqishdi, dam pastlikka tushishdi. Kun qizib, ba'zan daraxt soyasida to'xtab, nafas rostlashdi. Bilbo shunchalik ochqadiki, agar pishib yerga to'kilganda cho'chqa yong'oqni bo'lsa ham yer edi. Nihoyat kunning ikkinchi yarmida yo'lovchilar yaylovdagi gullarni birov atayin paykallarga bo'lib, navlarga ajratib ekkaniga e'tibor qilishdi. Ayniqsa qizil gulli beda, oq gulli pakana beda, asal hidli shirin beda, pushti gulli beda turlari ko'p ekilibdi. Hamma joyda tinmay ishlayotgan asalarilarning g'o'ng'illashi eshitilmoqda. Ularning har biri qovg'aridan ancha yirik. Erkak asalarilarning kattaligi barmoqdek keladi. Baxmalday qora tanasdagi taran-taran sariq yo'llar tilla tusda lovullamoqda. Bunaqangi asalarini Bilbo hayotda ko'rmagan. Chaqib olgudek bo'lsa tanam 2 barobar kattalashib shishsa kerak xayoldan o'tkazdi. Asalari yaylovga yetibmizmi? Demak, oz qolibdi, ma'lum qildi Gendalf.
Ko'p o'tmay uzoqda azim emanlarning qadimiy qatori, ular ortida esa o'tib bo'lmas, narigi tomonda nima borligi mutlaqo ko'rinmas tikanli chakalak devor gavdalandi. Sizlar shu yerda qolib kutganingiz ma'qul, dedi sehrgar devorga yetgach. Chaqirsam yo hushtak chalsam izimga kirasiz. Faqat juft-juftga bo'linib kiring. Esdan chiqmasin. Juftliklar orasidagi tanaffus 5 daqiqadan qisqa bo'lmasin. O'ta semiz bombur 2 kishining o'rnini bosadi va shu bois eng oxirida yolg'iz o'zi kiradi. Qani, Mr. Baggins, oldimga tushing. Anavi muyulish ortida darvoza bo'lishi kerak. Yurak oldirgan hobbitni lo'killatib yetaklagan sehrgar tikanli chakalak devor bo'ylab nari ketdi. Darhaqiqat, muyulish ortida ancha enli, juda baland darvoza, ichkarida esa bog' va yog'ochdan ko'tarilgan imoratlar, xodadan yasalib, tomiga poxol yopilgan bir nechta ombor, otxona-yu saroylar va odam yashaydigan uzun uy ko'rindi. Hovlining janub tomonida baland o'sgan chakalak devor bo'ylab cho'qqili tomiga poxol tashlangan son sanoqsiz asalari qutisi terilgan. Havoda asalarlarning sira tinmaydigan g'ovur-g'ovuri eshitilmoqda. Favqulodda yirik ushbu hasharotlar o'z qutilariga uzluksiz kirib chiqishmoqda. Hobbit bilan sehrgar g'irchillaydigan og'ir darvozani bazor itarib ochib, keng yotqizilgan yo'lak bo'ylab ichkariga uy tomon odimlashdi. Yaxshi parvarishlangan silliq otlar mayda qadam tashlagancha yo'rtib kelib, hovliga kirganlarga diqqat bilan nazar solishgach, imoratlar tomon sakrab ketishdi. Hovliga begonalar kirib kelgani haqida sohibiga bildirib berishadi, tushuntirgan bo'ldi Gandalf. Ikkovlon turar joy binosi bilan xo'jalik imoratlari orasidan yurib, orqa hovliga o'tdi. O'rtada katta eman daraxti, daraxt tanasi yonida esa yorilgan o'tin uyum yotibdi. Paxmoq soqoli ko'mirdek qop-qora, yalang'och qo'l oyog'i baquvvat, egniga tizzagacha tushgan yakta kiygan devqomat kishi katta boltaga suyanib turibdi. Tumshuqlarini sohibining yuziga ikki yonidan tirab olgan boyagi otlar ham shu yerda. Ha, mana bularmi? Ko'rinishidan qo'rqinchli emas-u. Mayli, siz ikkalangiz boravering, dedi Beorn otlarga kulib boqib. Siz kim bo'lasiz? Nima kerak bu yerda? Dag'al ohangda so'radi u Gandalf bilan Bilboga murojaat qilib. Beorn novcha bo'yli Gandalfning yonida katta qoyadek ko'rinmoqda. Bilboni esa gapirmasa ham bo'laveradi. Beornning oyog'i orasidan o'tib ketsa, birov sezmaydi. Men Gandalf bo'laman, o'zini tanishtirdi sehrgar. Endi eshitishim, po'ng'illadi Beorn. Anavichi qanaqangi tirmizak bo'ldi? So'radi u, barob qoshini chimirganicha hobbitni yaxshiroq ko'rish uchun engashib. Bu kishi janob Bilbo Baggins, yaxshi oiladan chiqqan, nomiga dog' tushmagan hobbit bo'ladi. Bilbo Beornga ta'zim bajo ayladi. Men esa sehrgarman, davom etdi Gandalf. Sen haqingda ko'p eshitganman. Meni tanimading, balki amakivachcham Radagastni tanirsan. Yovuz o'rmonning janubiy chegarasi yaqinida yashaydi. Taniyman albatta. Sehrgar bo'lsa ham yaxshi bola. Bir zamonlar u bilan tez-tez uchrashib turganmiz. Xo'p, mayli, kim ekanligingizni yoki o'zingizni kim deb ko'rsatmoqchi bo'lganingizni tushundim. Endi nima kerakligini ayting. To'g'risini aytganda, lash-lushlarimizni yo'qotib, yo'ldan adashib qoldik va shu bois moddiy yordamga yoki hech bo'lmaganda oqil maslahatga nihoyatda muhtojmiz. Gap shundaki, biz toppa chiqib goblinlardan adabimizni yedik, taajjubla so'radi Beorn nisbatan muloyim ohangda. Ularning qo'liga tushdik deng, nima bor edi sizlarga ularning makonida? Tasodifan shunday bo'ldi. Tog'da uxlab yotgan edik, g'aflatda qoldirib hujum qilishdi bizga. Tog' tizmasining g'arb tomonidan bu tomoniga o'tayotgan edik. Qo'y, yaxshisi so'rama, bu juda uzoq hikoya.
Unday bo'lsa, uyga yuring. Bo'lgan ishlarni qisman bo'lsa ham aytib bering, dedi Beorn. Gandalf bilan Bilbo uy sohibining orqasidan ergashib, o'rtasiga o'choq qurilgan katta dahlizga kirishdi. Yoz bo'lishiga qaramay, o'choqda o't yonib, yuqoriga ko'tarilgan tutun qoraygan to'sinlar orasidagi mo'ri orqali tashqariga chiqmoqda. O'choq olovi va shiftdagi tirqish orqali tushgan shu'la bilangina yoritilgan ushbu xonadan o'tgan mehmonlar yog'och qozqayoqlarga qurilgan ayvonga chiqishdi. Binoning janub tomonida qurilgan ushbu ayvonda kunduzgi iliqlik saqlandi. Quyoshning qiyalama nuri ayvon orqali o'tib, ochilgan gullari ayvon zinasigacha yetgan bog'ni yoritmoqda. Uchovlon yog'och kursilarga joylashdi. Gandalf uzundan uzoq hikoyasini boshladi. Bilbo esa polga yetmagan kalta oyog'ini tebratib, bog' gullarini tomosha qilganicha nomlarini topishga urindi. Ushbu gullarning aksariyatini Hobbit muqaddam ko'rmagan. Bir ikki nafar do'stim bilan tog' oshayotgan edim, gap boshladi Sehrgar. Bir ikki nafar bilan gapni bo'ldi Beorn. Men faqat bir nafarni ko'ryapman. Shuni ham ko'zim ba'zor ilg'ayapti. To'g'risini aytsam, bad bo'lsang kerak degan xayolda senga xalos berishni istamagan edim. Ijozating bilan ularni chaqirsan. Mayli chaqir, dedi Beorn. Gandalf quloqni qomatga keltiradigan darajada xushtak chaldi. Shu zahoti Thorin bilan Dori uy burchagidan chiqib, bog' yo'lagida ko'rinishdi. Yana bir daqiqa o'tib, chuqur ta'zim bajo aylaganicha Beornning qarshisida turishdi. Bir ikki nafar emas, 2-3 nafar do'stim bilan demoqchi bo'lding chog'i. Boz ustiga bular Hobbit emas, Gnom, ta'kidladi Beorn. "Men Qalqon Thorin xizmatingizga muntazirman. Dori xizmatingizga muntazirman." O'zlarini tanishtirishdi gnomlar. Yana bir bor ta'zim bajo aylab. "Minnatdorman, xizmatingizga muhtoj emasman", javob berdi Beorn. "Sizlar esa mening xizmatimga ehtiyoj sezayotgan ko'rinasiz. To'g'risini aytsam, gnomlarni jinim suymaydi. Ammo sen chindan ham Trorning nabirasi, Trayning o'g'li Thorin bo'lsang, hamrohing esa andishali gnom bo'lib, goblinlarga dushman sanalsalaring va tasarrufimdagi hududda fitna chiqarishni niyat qilmagan bo'lsalaring, ha aytganda, bu yerlarda nima qilib? Ular yovuz o'rmon ortidagi sharqiy yerlarga, o'z ajdodlarining vataniga yo'l olishgan", gapga aralashdi Gandalf. "Tasarrufingdagi hududga biz tasodifan kirib qoldik. Yuqori dovondan oshib o'tib, ushbu hududning janubidagi yo'lga chiqishni niyat qilgan edik. Kutilmaganda bizga yovuz goblinlar hamla qilishdi. Men senga shuni aytib bermoqchi bo'lib turgan edim." "Gapiradigan bo'lsang gapirdi", jestib berdi Beorn. Kuchli jala qo'yib, kutilmaganda qayerdandir paydo bo'lib kelgan tog' devlari bir-biriga qarata qoya uloqtirib qolishdi. Binobarin biz, ya'ni men, Hobbit yana bir necha nafar gnom g'orga berkindik. "Tushunmadim. Ikkita gnom seningcha bir necha nafar hisoblanadimi?" gapini bo'ldi Beorn. "Yo'q, albatta", javob berdi Gandalf. "Aslida biz biroz ko'pchilikmiz." "Xo'p, qolganlar qani? Unday bo'lsa, halok bo'lishdimi? Birov go'sht qilib yedimi yo ortga qaytib ketishdimi?" Yo'q. Aftidan ular hushtakimni eshitib, hammasi baravar kirib kelishga tortingan ko'rinadi. Seni ortiqcha ovora qilib qo'yishni istamaymiz. Chal hushtagingni, xiralik bilan mehmon bo'lib kelgan ekansiz, ortiqcha bir ikkita mehmon ko'p zarar qilmas, vaytadi Beorn. Gandalf bos hushtak chaldi. Hali hushtak tinmay turib, ostonada Nori bilan Ori paydo bo'lishdi. "Uni qarang-a, Gandalfning tamakidonida o'tirgan edingizmi?" hayron bo'ldi Beorn. "Marhamat, bu yoqqa o'ting. Nori xizmatingizga muntazirmi?" "Ori, minnatdorman. Xizmatingiz kerak bo'lib qolsa, o'zim so'rayman. O'tiring, hikoyani eshitaylik. Kechki ovqatgacha cho'zmang." "Ko'zimiz endigina ilingan ekan", davom etdi Gandalf. G'orning ichki devoridagi tirqish ikki tomonga so'rilganicha
keng ochilib, ichkaridan goblinlar yopirilib chiqishdi-da, mana shu hobbitni, gnomlarni va poniylarimiz uyirini qo'lga olishdi. Poniylarimiz uyirini? Sayyor sirkmisiz nima balo? Yo o'zingiz bilan bir olam yuk olgan edingizmi? 6 bosh poni sen uchun uyir hisoblanadimi? Yo'q, rostini aytsam ponilar soni sal ko'proq, biz ham ko'pchilik edik. Ha, ana sheriklarimizning yana 2 nafari keldi. Ostonada paydo bo'lgan Bali va Divali shu qadar chuqur ta'zim qilishmoqdaki, tosh to'shalgan polni soqollari bilan supurib qo'yishdi. Bahaybat inson qosh chimirdi, lekin bosh irg'ayotgan, ta'zim bajo aylayotgan, qaytarma qalpoqlarni zo'r berib siltayotgan gnomlar shu qadar xushmuomala bo'lishga urinishmoqdaki, Beornning qovog'i ochilib, xandon otib yubordi. Qandaydir kulgili gnomlar ekanmi bular? Faqat masxarabozlardan tashkil topgan sirkdan o'zga narsa emas shekilli, taxmin qildi u. Kiringlar, xush tabiat janoblar, kiringlar. Ismlaringiz nima? Xizmatingiz kerak emas. Ismlaringizni aytsangiz bo'ldi. Unaqa pitir-pitirlaringizni qo'ying, tez o'tiring. Bali va Divali javob berishdi. Gnomlar xafa bo'lishga jur'at etmadi. Ikkalasi polga joylashib o'tirishdi. Davom et, amr etdi Beorn. Nima deb turgan edim? Ha, hassam vositasida chaqmoq chaqib, goblinlarning 3-4 tasini yer tishlatganim bois mahluqlar meni tuta olishmadi. Juda soz gap qistirdi Beorn. Bundan chiqdi, demak sehrgar ham ba'zan foydali korga yarab qolar ekanda. Yopilayotgan tirqish orqali ichkariga o'tdim. Ularning ortidan borib, goblinlar yig'ilgan asosiy zalga kirib bordim. Bu yerda orklar sarkori va uning 30-40 tacha tan qo'rqchisi bor ekan. Gnomlar bir arqonga bog'lanmagan taqdirda ham ularning atiga 12 nafari shuncha yovga qarshi nima qila olar edi? Xayoldan o'tkazdim men. 12 nafari 8 taku bo'ladi. Hayron bo'ldi Beorn. Yo tamaki doningda yamaginon bormi? Mana yana bir juftda Fili bilan Kili, dedi Gandalf tabassumla ta'zim bajo aylayotgan gnomlarga imo qilib. Bo'ldi bas, ovozingizni chiqarmay tez o'tiring, dedi Beorn. Davom et Gandalf. Hikoya quyi darvoza yaqinida kechgan jang sahnasi va Mr. Baggins yo'qolib qolgan fursatga qadar davom etdi. Biz bir-birimizni sanab chiqib, 14 kishi qolganimizni, Hobbit yo'qolib qolganligini aniqladik. 14 kishi? Ondan birini ayirsak 14 qolar ekanda. Qanaqangi yangilik bo'ldi bu? 9 demoqchi bo'lding chog'i yoki guruh a'zolaringning barchasi kirib kelgani yo'qmi hali bu yerga? Aytganday, sen o'yin bilan Gloyni ko'rganing yo'q hali. Ana, o'zlari ham kelib qolishdi. Ortiq tashvishga qo'yganimiz uchun ma'zur sanaysan bizni. Mayli kirishsin. Tezroq o'tiring ikkalangiz. Menga qara Gandalf. Sen 10 nafar gnom va yo'qolib qolgan Hobbit jami 12 nafar chiqyapti. Sehrgarlar odamga o'xshab sanashmaydimi? Nima paloq? Xo'p, bu masalani qo'ya turaylik. Hikoyani davom et. Sir boy bermayotgan Beorn hikoya unga juda qiziq tuyulganini bildirmay o'tirdi. Top tizmasining sehrgar tilga olgan qismini Beorn burungi zamonda yaxshi bilgan. Hobbitning topilgani, sayyohlar guruhi tosh to'tmasi bilan birga pastga oqib tushgani, o'rmon yalangligida yig'ilgan varqlar galasi haqida eshitar ekan, ma'qullaganicha bosh irg'ab nimalarnidir po'ng'illab o'tirdi. Sayyohlar daraxtga chiqib, bo'rilar o'sha daraxtlar ostiga poylab o'tirishganini eshitgan Beorn oyoqqa turib, damangir baysaganicha u yoq-bu yoqqa yura boshladi. Men yo'qlik qilibman-da, mushakbozlik bilan qutulib qolish nasib edi ular mendan. Nima ham der edim, mamnun bo'ldi Gandalf hikoyasi ta'sirchan chiqayotganini ko'rib. Qo'limdan kelganini qildim. Biz daraxtda o'tirdik, bo'rilar pastda quturishdi. Og'riq va g'azabdan uvlashdi. O'rmonga o't ketdi. Shu payt tog'dan orklar tushib kelib bizni ko'rib qolishdi. Xursand bo'lib o'kirishdi va daraxtga chiqqan 15 ta qushcha uchishga urinar kuchi boricha deya taqirlik qo'shib to'qishdi.
"O marhamatli Xudo", ingradi Byorn. "Goblinlar sanashni bilmaydi deya ko'rmang, faqat menga. Juda yaxshi sanashadi ular. 12, 15 emasligini ham yaxshi bilishadi." "Men ham bilaman. U yerda biz bilan Bifur bilan Bofur ham bo'lgan", dedi Gandalf. "Ularni senga tanishtirishga jur'at etmay o'tirgan edim xolos. Ana ular." Ostonada Bifur bilan Bofur paydo bo'lishdi. "Men ham bo'lganman u yerda", harsillganicha yetib keldi Bombur. So'nggi gnom juda semiz bo'lib, eng oxirida qoldirishganidan jahli chiqqan edi. Ortiqcha 5 daqiqa kutishni istamay, qansiragancha yugurib sheriklariga yetib olibdi. "Ana endi chindan ham 15 kishi bo'ldingiz. Modomiki goblinlar sanashni bilar ekan, demak daraxtda haqiqatdan ham 15 kishi o'tirgansiz. Hikoyangizni bemalol yakunlashing mumkin", ijozat berdi Byorn. Gandalf naqadar oqil ish tutganini Bilbo endi angladi. Hikoya davomidagi tanaffuslar Byornning voqeaga bo'lgan qiziqishini orttirdi. Sehrgarning tadrijiy hikoyasi gnomlarning shubhali tilamchilarday yoppasiga quvib solinishiga yo'l qo'ymaning. Ovloqda yashaydigan Byorn zarurat bo'lmasa uyiga mehmon chaqirishdan bir umr tiyilib yurgan. Uning do'stlari juda ozchilikni tashkil etib, bu yerlardan uzoq-uzoqlarda yashaydi. Boz ustiga uning uyida hech qachon 2 kishidan ortiq mehmon bo'lmagan. Bugun esa bir emas, 2 emas, g'irt begona 15 kishi ayvonida mo'ltillab o'tiribdi. Havaskor burgutlar sayyohlar guruhini to'xtash joyi qoyasiga olib o'tishganini aytib bo'lgan fursatda quyosh g'uborli tog'larning ortiga botib, bog'da uzundan uzun ko'lankalar paydo bo'ldi. "Yaxshi hikoya ekan. Ko'pdan buyon bunaqasini eshitmagan edim", yakun yasadi Byorn. "Agar darbadarlarning hammasi shunga o'xshash hikoyalar aytib berishganda, ularga bo'lgan munosabatim biroz o'zgarar edi. Ularning barini to'qib chiqargandirsiz balki. Lekin hikoya kechki ovqatga munosib chiqdi. Ovqat ketadimi o'zi?" "Juda ketadi-da", baralla javob berishdi mehmonlar. Dahliz endi batamom qorong'u bo'lib qolibdi. Byorn kaftiga urib qars chalgan ediki, 4 ta chiroyligina oppoq poni va 3-4 ta durkun it kirib keldi. Sohibining hayvon tilida aytgan ko'rsatmasini olgan jonivorlar xonani tark etib, yoqishga tayyorlab qo'yilgan bir nechta mash'ala tayog'ini tishlab qaytishdi. Ularni o'choq cho'g'ida o't oldirib, dahliz ustunlaridagi mash'ala tutqichlariga o'rnatishdi. Itlar kerak bo'lganda orqa oyoqqa tek turganicha old oyog'i bilan narsa ushlab yura olishar ekan. Ular yon devorga taqalgan taxtali chorpoyalarni o'choq yaqiniga surishdi. Natijada dasturxon yoziladigan stol hosil bo'ldi. Shundan so'ng dahlizga ko'mirday qop-qora qo'chqor va uning ketidan qorday oppoq sovuqlar ma'ragancha chopib keldi. Sovuqlarning biri burchaklariga har xil hayvonlarning tasviri kashta ko'rinishida tikilgan dasturxon tishlab kelgan, qolgan qo'ylarning keng bellarida bittadan patnis bo'lib, ularga qadahlar, yog'ochdan yo'nib yasalgan kosalar, pichoqlar va yog'och qoshiqlar terilgan. Itlar bularning barini stolga olib, zudlik bilan dasturxon tuzashdi. Stolning bo'yi shu qadar pastki, hatto Bilboga ham ovqatlangani qulay bo'ldi. Ponilardan biri to'qima o'rindig'i keng, kalta kesilgan oyog'i yo'g'on 2 ta kursini Gandalf bilan Thorin o'tirish uchun dasturxonga yaqinroq surdi. Byorn uchun mo'ljallangan o'xshash qora kursi esa stolning narigi tomoniga joylashtirildi. O'rniga astoydil joylashib o'tirgan Byorn baquvvat oyog'ini stolning narigi boshigacha uzatdi. Byorn xizmat ko'rsatish, jonivorlarga qulay bo'lishi uchun stol va kursilar aftidan atayin past yasalgan ko'rinadi. Qolganlar nimaga o'tirishadi? Ular uchun ham qulaylik yaratildi. Ponilar atayin Bilboning bo'yiga mo'ljallaganday qisqa kesilib, sillab tashlangan
obdon jilo berilgan do'mbiraday dumaloq g'olalarni yumlatib keltirishdi. Ko'p o'tmay hamma Beorn boshchiligidagi dasturxon atrofiga joylashdi. Ushbu dahlizda bunday ko'p sonli guruh anchadan buyon o'tirmagani aniq. Kechki ovqat boshlandi. Bunaqangi mehmondorchilikni sayyohlarimiz so'nggi boshpanada ko'rishgan. Xonada o'choq olovi va mash'alalarning yolqini pirpiramoqda. Dasturxon o'rtasiga qizil mumdan tayyorlangan ikkita uzun sham o'rnatilgan. Mehmonlar ovqatlanar ekan, Beorn o'zining gumburlaydigan yo'g'on ovozi bilan yovvoyi o'lka haqida, ayniqsa qorong'i, xavf-xatarga to'la, bir tomoni shimolgacha, boshqa tomoni janubgacha cho'zilib, sharq tomon olib boradigan yo'lni to'sgan dahshatli yovuz o'rmon haqida qiziq hikoyalar aytib berdi. Gnomlar Beornni eshitib, bosh siltab o'tirishdi. Ajdar qo'rg'oniga yeltadigan yo'lda yovuz o'rmon g'uborli tog'lardan keyin uchraydigan ikkinchi eng xavfli g'ov sanaladi. Qorni to'ygan gnomlar ham o'z hikoyalarini so'zlashga kirishdi. Biroq ko'zi ilinayotgan Beorn mehmonlarning gapini e'tiborsiz tingladi. Gnomlar oltin, kumush, qimmatbaho toshlar va zargarlik hunari haqida tinimsiz bidirlashmoqda. Ammo Beornni bunday narsalar aktidan umuman qiziqtirmaydi. Hatto mana bu dahlizda ham dasturxondagi pichoqdan tashqari metalldan tayyorlangan birorta buyum ko'rinmaydi. Mehmonlar yog'och qadahlarda tortilgan asal musallasini ichib, dasturxon atrofida uzoq o'tirishdi. Ko'cha qorong'i, o'choqqa g'o'la tashlanir, mash'ala o'chirilgach, olovning devor va o'rmon daraxtlari kabi yuksalib ko'rinayotgan ustunlarga tushayotgan shu'lasi lip-lip o'ynay boshladi. Balkim bu yerga qandaydir sehr jodu aralashgandir-u, lekin Bilboga uy o'rmonga aylanib, tom to'sinlari orasidan barglarning shitirlashi-yu bayqushlarning tovushi eshitilganday bo'ldi. Birozdan so'ng Hobbit poho to'shalgan qo'lga cho'zildi. Tovush uzoqlashib tindi. Kutilmaganda Hobbit kuchli seskanib uyg'ondi. Uning uyqusini chiqish eshigini g'ichirlab taraqlagani buzibdi. Beorn yo'q, gnomlar yerda o'choq qarshisida chordana qurib o'tirganicha qo'shiq boshlashdi. Ularning qo'shig'i uzoq cho'zildi. E'tiboringizga o'sha qo'shiqning bir nechta misrasini havola etaman. Archagul va maysani yerga past egib, tosh va tunni qoya toqqa qorishtirib, rutubatli shamol g'amgin esmoqda, badqovoq darg'azab tus ham olmoqda. Qorli tog'dan esadi sovuq zulmat shamoli, shoh shabbalar shitirlar qo'rquv to'la ovozi. Qarag'ay qars sinar qalbni ezar zori, ne kechar kelgusida cho'rli gnomlarning ahvoli. Tikka esar bu shamol ilit sharq tomon, jalaqyor beayov ivida qalin o'rmon. Buzilgandir avzoyi osmonning qahri yomon, jon saqlash umidida berkinar qushchur hayvon. Yetar shamol tog'da izlar ajdar inini, to'zg'atadi har tomon yongan o'lka kulini, muzlatadi sovuq bo'ron gnomlar vatanini, Ereborni, Soqqa tog'ni va Deyl xarobasini. Bilboni yana mudroq bosdi. Gandalf kutilmaganda shartta o'rnidan turib e'lon qildi. Yotar vaqt bo'ldi, ammo bu vaqt Beorn uchun emas, biz uchun bo'ldi. Ushbu dahlizda hech narsadan qo'rqmay, bemalol uxlashingiz mumkin. Lekin ogohlantirib qo'yay, Beornning nasihati yodingizda bo'lsin. Kun chiqmay turib uyni tark etmang, pushaymon qilasiz. Hobbit yon devor ustini ortidagi keng taxta to'shalmaga mehmonlar uchun yotar joy tayyorlab qo'yilganini ko'rdim. Bilbo uchun alohida poxol to'shak bilan jun adyoncha to'shalibdi. U g'ujanak bo'lib yotdi-da, yon bo'lishiga qaramay adyolga o'ranib oldi. O'choqdagi o't o'chib, Bilbo uyquga ketdi. Tun yarmida uyg'ongan Hobbit
atrofga sochilgan gnomlar bilan Gendalf qattiq uyquga ketishgani, bari birday bir maromda nafas olayotgani, o'choqdagi cho'g' batamom o'chib, kulga aylanganligini ko'rdi. Baland ko'tarilgan oy shiftdagi teshikdan bo'ralab, shu'lasi ilab qo'lda dog' hosil qilgan. Tashqarida ming'ir ovozlar va qandaydir yirik hayvon to'lg'onayotganday g'alati shovqin eshitildi. Ayiqtisiga kirgan Byorin emasmikan, hammamizni bitta qo'ymay paqqos urmasmikan, xayoldan o'tkazdi Bilbo. O'z xayolidan o'zi dahshatga tushgan Hobbit boshini o'rab olganicha ko'p o'tmay yana uxlab qoldi va shu yotganicha tong oxirida gnomlardan qaysidir biri unga qoqilib, gumburlab yiqilganidan uyg'onib ketdi. "Tur o'rningdan, tanbal, nonushtadan quruq qolasan", dedi Domangir Bofur so'kinganicha oyoqqa turib. "Nonushta?" ovoz ko'tardi ko'zi katta ochilgan Bilbo cho'chib tushganday oyoqqa qalqib turib. "Qani, qayerda?" "Ko'pi oshqozonimizda, qolgan pikkani ayvonda", javob berishdi dahlizda ivirsib yurishgan gnomlar. "Tong sahardan buyon Byorinni qidirib topa olmayotgan edik. Ayvonga chiqib dasturxonga tortilgan nonushtani ko'rdik." "Gendalfchi? Gendalf qani?" so'radi ayvon tomon oshiqqan Bilbo. "Qayerdadir sandroqlab yuribdi", javob berishdi unga. Kechgacha gum bo'lgan sehrgar Hobbit bilan gnomlar kechki ovqat bilan astoydil shug'ullanayotgan mahalda topilib keldi. Ularga yana o'sha ajoyib jonivorlar xizmat ko'rsatmoqda. Byorin kechagi oqshomdan buyon ko'rinish bermadi. Gnomlar bundan taajjubda. "Mezbon qani? O'zing qayerda yuribsan?" talab ohangida baqirib so'radi undan hamma. "Savolingizga bir chetdan javob beraman, faqat oldin qornimni to'yg'izib olay. Ertalabdan buyon tuz totganim yo'q", dedi Gandalf. Yog', asal va qaymoq surilgan 3 ta non yeb, kam deganda 1 litr asal misallasini ichib to'ygan Gandalf nihoyat likob bilan ko'zani nari surgach, mundishtigini chiqardi. "Dastlab ikkinchi savolga javob beraman", gap boshladi u. "Voy xudoyim, bu xona tutun xalqa chiqarishga rosa bob ekanmi?" Xalqa puflashga berilib ketgan sehrgarning javobini ancha kutishga to'g'ri keldi. Uning tutun halqalari ustunlar atrofini aylanib o'tib, shakl va tusini o'zgartirganicha quvlashmachoq o'ynashganday shiftdagi teshikdan tashqariga birin-ketin chiqa boshladi. Tom ustida ular juda qiziq ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Yashil, moviy, pushti, kumush tusli, sariq, oq rangda, katta, mayda, kattasining ichiga kirib olgan mayda, 8 shaklida, zanjir halqalari, xurkigan qushchalar ko'rinishida va hokazo. "Ayet izini yaxshi farqlay bilaman", gap boshladi nihoyat Gandalf. "Bugun tunda aftidan bu yerda bir gala ayiq tunagan ko'rinadi. Byorinning o'zi shuncha iz qoldirmaydi. Boz ustiga iz o'lchamlari har xil. Nazarimda erta tonggacha ayiqlar yig'ini o'tgan bu yerda. Katta-kichik, devqomat ayiqlar har tomondan kelgan ko'rinadi. Faqat g'arbdan, anhorning narigi tomonidagi tog' tizmasidan hech kim kelmagan. U tomonga yolg'iz iz ketgan. O'sha iz bo'ylab to'xtash joyi tosh tepaligigacha yetib bordim. Ayit izi anhorga kirib ketdi. Suv havzasi chuqur, oqimi shiddatli, girdoblarga boy bo'lganligi bois kechib o'tishga jur'at etmadim. Esingizda bo'lsa, anhorning tosh tepalik yaqinidagi qismi sayoz bo'lib, narigi qirg'og'iga olib o'tish uchun yassi toshlar terilgan edi. O'sha joyni qidirib, anhor kechib, yana ayiq izini topgunimcha ancha vaqt yo'qotdim. Topganimda esa kech bo'ldi. Daryoning narigi sohildagi izlar g'uborli tog'larning sharqiy nishabligidagi varqlar bilan qiyomat uchrashuvimiz o'tgan Qorag'ay o'rmoni tomon ketibdi. Shu bilan birinchi savolingizga ham javob berdim, gapini yakunladi Gandalf. Bilbo sehrgar nimaga shama qilayotganini fahmlaganday bo'ldi. Agar u varqlar bilan goblinlarni bu yerga boshlab kelsa-chi, unda nima qilamiz?
tomdan tarasha tushganday so'rab qoldi Hobbit. Hammamizni qirib tashlashadi. Sen esa ular bilan do'st tutinmagan degan eding. Ha, aytgan edim. Kerak bo'lsa yana aytaman, dedi sehrgar. Bema'ni gap sotmay, borib yot. Miyang ishlamay qolgan ko'rinadi. Hobbit chindan ham o'zini juda horg'in sezmoqda. Uyquga yotishdan o'zga chora yo'q. U gnomlarning qo'shig'ini eshitib yotganicha uxlab qoldi. Tushida arak-kusiga kirgan Byorn va uning yuzlab qabiladoshlari oy shu'lasi ostida asta aylanib raqs tushirayotganini ko'rdi. Bilbo yarim kechada hamma uxlab yotgan mahalda uyg'ondi. Tashqarida yana o'sha tovush, shitirlash, pishillash, angillash. Ertalab mehmonlarni Byornning shaxsan o'zi uyg'otdi. "Iye, hali shu yerdemisizlar?" dedi u dag'al ohangda bo'lsa ham ochiq ko'ngilla hazillashib. Pakanani topib yoqasidan tutganicha baland ko'targan Byorn ro'y xotir qilmay ko'rsatkich barmog'ini Hobbitning qorniga niqtadi. "Qarang, mana bu quyoncha yog'da pishgan asal kulcha yeb battar semiribdi. Qani yur, nonushta qilib yana biroz vazn qo'shaylik senga. Ana u varklar, goblinlar, yovuz ayiqlar yeb ketishmabdi-da hali seni." Hamma nonushta qilgani Byornning ortidan ergashdi. Bu gal uning kayfiyati ancha ko'tarinki bo'lib, qiziq gaplar bilan mehmonlarni kuldirib o'tirdi. Qayerlarga yo'qolib ketgani va nima sababdan bu qadar siporish qilayotganini uzoq taxmin qilishga to'g'ri kelmadi. Ko'p kuttirmagan mezbon bor gapni o'zi aytib berdi. Byorn anhor kechib tog' tiznasiga borganda ta'kidlab o'tmoq joizki, bahaybat ayiq qiyofasida nihoyatda jadal yurib, tez qaytgan. Gir atrofi kuygan bo'ri yalangligida bo'lib, hikoyaning so'nggi qismi to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilgan. Shundan so'ng o'rmonda izg'ib yurgan varp bilan orkni tutib olib, goblinlarning qo'riqchilari gnomlarni hanuzgacha qidirayotganidan xabar topgan. Aniqlanishicha, orklar sarkorining o'limi, kulrang to'da boshi, varkning tumshug'i qattiq kuygani, sehrgarning olovi tufayli varklarning ko'pi yong'inda kuyib o'lgani goblinlar bilan varklarni juda g'azablantirgan. Ular g'uborli tog'lar etagidagi hududlarga hujum uyushtirib, gnomlarni berkitgan odamlar va boshqa turdagi jonzotlardan qasd olishni niyat qilishgan. Siz aytgan gaplar shundoq ham misli yo'q hikoya edi, yakunladi Byorn. Uning sof haqiqat ekaniga ishonch hosil qilganimdan so'ng yanada yoqdi. Sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beraman. Badgumonligim uchun uzr albatta, lekin to'g'ri tushuning. Agar men kabi yovuz o'rmon boshida yashaganingizda sizlar ham birovning quruq gapiga bovar qilmas edingiz. Bundan buyon gnomlarga bo'lgan munosabatimni o'zgartiraman. Ularni ko'proq hurmat qila boshlayman. Birovga aytsang ishonmaydi. Vahshiylarcha xandon otdi Byorn. Qarang-a, orklar sarkorini, eng asosiy goblinni o'ldiribsizlar-a? Ana u varp mingan orkni nima qilding? Qiziqsindi Bilbo. Nima qildim? Yur ko'rsataman, dedi Byorn Hobbitni ortidan ergashtirib. Byorn darvozaga goblinning chopilgan boshini, darvozaning u tomonida qolgan katta daraxt tanasiga esa varpning tiriklayin shilib olingan terisini qoqib qo'yibdi. Darhaqiqat Byornni dushman orasida ko'rish dahshatning o'zginasi bo'ladi. Xayriyatki, endi u sayyohlarimizga do'st sanaladi. Binobarin Gandalf Byornga bor gapni, safardan ko'zlagan asosiy maqsadni ochiq-oydin aytib berish va amaliy yordam so'rashni afzal ko'rdi. Sayyohlar yovuz o'rmonga yetib olishlari uchun Byorn hammaga bittadan poni, Gandalfga ot berdi. Bundan tashqari, to'g'ri tejab sarf etilsa, bir necha haftaga yetadigan yegulik bilan ta'minlashni va'da qildi. Yegulik yengil, tashishga qulay bo'lib, asosan quritilgan meva solinib, bo'g'zi mahkam berkitilgan ko'zalar, yong'oq, un, asal to'ldirilgan sopol tuvaklar va safar uchun pishirilgan bo'lib, to'p tutish xususiyatini uzoq saqlaydigan kulchalardan iborat bo'ldi. Ushbu keksning bir bo'lagi kishiga ancha vaqtgacha kuch bag'ishlaydi. Tarkibiga
Asal kiradigan bunday nonni yopish sirini faqat Beorngina biladi. Kulchalar mazalikka mazali-yu, lekin chanqatadi. Beornning aytishicha, yovuz o'rmongacha olib boradigan hududda suv tashish shart bo'lmaydi. Yo'l davomida jilg'a va buloqlar ko'p uchrar ekan. Yovuz o'rmonda esa na suv, na yegulik bo'ladi, davom etdi Beorn. Safar qiyin, xavfli va oxirgacha o'rganib chiqilmagan so'qmoq bo'ylab kechadi. Yong'oq hali pishmagan, o'rmonda yong'oqdan o'zga yegulik yetilmaydi. U yerda birorta beozor hayvon yo'q. Mavjud jonzotlarning bari yovuz, xunuk va juda g'alati. Sizlarga urduq, kamon va o'q beraman. Lekin yovuz o'rmonda yegulikka yaraydigan qush yoki ichimlik suvi topilishi dargumon. Yo'lingizdan tez oqar qora ariq chiqadi. Unda cho'milish yoki suvni ichishni xayolingizga ham keltirmang. Eshitishimga qaraganda ariq sehrlangan bo'lib, suvni ichgan kishi ser uyqulik va faromush xotirlik kasalliklariga chalinadi. Qush ovi bilan ham shug'ullanmagan ma'qul. O'lja ketidan quvar ekansiz, o'rmon qorong'iligida so'qmoqni yo'qotishingiz muqarrar. So'qmoqni aslo yo'qotmang. Sizga beradigan tavsiyalarim shu. O'rmon ichida va undan keyin ham sizlarga hech qanday yordam bera olmayman. Omadingiz topishi, dovyurakligingiz va yegulik zaxirasiga umid qiling. O'rmonga yetgach, mening ponilarim va otimni qo'yib yuborishingizni iltimos qilaman. Ular yo'lni o'zlari topib keladi. Omad sizga yor bo'lsin. Agar sizga shu yo'ldan qaytishga to'g'ri kelsa, o'yim siz uchun hamisha ochiq. Mehmonlar tabiiyki Beornga minnatdorchilik izhor qilishdi. "O, yog'och qasr sohibi, xizmatingizga muntazirmiz" degancha qaytarma qalpoqlari yerga tekkudek darajada chuqur ta'zim bajo aylashdi. Gnomlar minnatdorlik izhor qilishga qilishyapti-yu, Beornning tavsiflaridan ichlarini ittirnayapti. Sarko'zash ular o'ylagandan ham xavfli ekanini, yo'l mashaqqatini yengib o'tishgan safar taqdirda ham safar oxirida qonxo'r ajdam kutayotganini mana endi teran idrok eta boshlashdi. Tong pallasi safarga hozirlik ishlari bilan o'tdi. Kun yarmidan o'tgach, yo'lovchilar Beorn bilan so'nggi bor dasturxon atrofida o'tirib ovqatlanishgach, ponilar tomon odimlashdi. Ko'pdan ko'p samimiy iliq so'zlar ila xayrlashgach, darvoza ostonasini hatlab chiqishdi-da, otlarni sharq tomon choptirishdi. Birozdan so'ng shimolga va nihoyat asosiy yo'nalish shimoliy sharq tomon yo'l olishdi. Mezbonning tavsiyasiga amal qilgan sayyohlar Beorn tasarrufidagi hududlarning janubidan o'tgan buyuk tog' orti yo'lini chetlab ketishdi. Yog'och qasr sohibining ogohlantirishicha, endi o'sha yo'lda orklar qarabchilik qilayotgan. Mishmish gaplarga qaraganda esa yo'lning o'rmonga kirgan qismi o'tib bo'lmas darajada changalzor bosgan, oxiri esa mudhish botqoq ila yakun topgan emish. To'xtash joyi shimolida esa yovuz o'rmon chegarasi Azim daryoga yaqin o'tadi. Garchi g'uborli tog'lar o'sha yerga ham yaqin bo'lsa-da, yovuz o'rmonning unchalik ma'lum bo'lmagan so'qmog'iga bir necha kunda yetib borish uchun Beorn aynan mana shu yo'nalishda borishni maslahat berdi. Chunki o'sha so'qmoq tikka so'qqa toqqa olib borar ekan. Goblinlar Azil daryoning to'xtash joyi bilan mening tungi vaqtda durustgina qo'riqlanadigan uyimga 100 milya yaqin qismini kechib o'tishga jur'at eta olishmaydi, so'zini yakunladi Beorn. Biroq o'rningizda bo'lsam shoshilgan bo'lar edim, chunki ular o'z hujumlarini shimolga olib o'tishsa, Azim daryoning janubiy qismini kechib o'tish va yo'lingizni to'sish maqsadida yovuz o'rmonning o'sha qismini obdon ko'zdan kechirib chiqishga ulgurishadi. Varklar esa eslatib o'tmoq joizki, ponilardan tez yuguradi. Shimol tomon yurar ekansiz, orklarning g'orlariga yaqin yurasiz va ayni vaqtda xavfsiz bo'lasiz. Chunki sizni o'sha yerda qidirishni ular xayoliga ham keltirishmaydi. Goblinlar sizni boshqa yo'llarda qidirib izg'ishadi
Shunday ekan, tezroq yo'lga chiqing. Shu sababdan ham sayyohlar guruhi chap qo'ldagi mudhish tog'likka xavfsirab qaraganicha jimlik saqlab, ponilarni faqat maysasi yumshoq, yeri tekis joylardagina yildirib, olisda kumush tasmaday ko'rinayotgan sayg'og'ida yovuz o'rmonning ilk daraxtlari yuksalib turgan azim daryoni ko'zdan yo'qotmaslikka harakat qilib ketishdi. Ular dastlab shunday yurishdi. Goblinlar haqida tinmay o'ylash, ularning ta'qiblarini uzluksiz yodda tutish qiyin kechar ekan. Sayyohlar tong sahar yo'lga chiqqan bo'lib, quyosh ularni tilla tusli nuri ila kun davomida erkalab bordi. Shunday serquyosh havoda orklar paydo bo'lib, hamla qilishi mumkinligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu yorinning uyidan bir necha milya nari ketgan gnomlarning ko'ngli kutilmaganda ochilib, quvnoq suhbat qurib, qo'shiq aytib qolishdi. Yovuz o'rmon orqali o'tadigan safarni xayoldan chiqarishdi. Quyosh botib, qosh qoraygan mahalda esa tog' cho'qqilari mudhish tus olib, yo'lovchilarning kayfiyati o'zgardi. To'xtab, dam oladigan joy tayyorlashdi. Gulxan yoqib, jimgina ovqatlanishdi. Qorovul xizmatini tashkillashtirib, uyquga yotishdi. Uyquda esa varklarning uvlashi, orklarning qiy-chuvini eshitishdi. Tong bulutsiz otdi. Oppoq, deyarli kuz tumani yer bag'irlab yoyingani bois havo biroz sovibdi. Ko'p o'tmay sharqda ko'tarilgan qizg'ish quyosh tumanni tarqatdi. Sayyohlar jism ko'lankalari qisqarmay yo'lga tushishdi. Atrofda gullar, qushlar, yakka o'sgan daraxtlardan tashqari hech narsa yoki hech kimni ko'rmay, baland o'sgan o't o'lan bo'ylab 2 kun yurishdi. Ba'zan daraxtzor soyasida o'tlayotgan yoki dam olib yotgan bug'ular uchradi. Bilbo maysa orasida asl bug'uning qurib qolgan jigarrang novdani eslatadigan shoxini ko'rdi. 3-kun o'tib, 3-oqshom boshlandi. Bu yorin Yovuz o'rmonga 3 kunda imkon qadar tong mahalda yetib borishni maslahat qilgan edi. Shu bois sayyohlar qorong'i tushguncha to'xtamay yurishdi. Oy yorug'ida ham harakatni davom ettirishdi. Qorong'i tushgach, Hobbitning nazarida guruh yaqinida yirik ayiqning g'ira-shira sharpasi yurganday tuyulaverdi. Dam o'ng, dam chap tomonda ko'rinish berayotgan sharpa yaqin kelmay, yo'lovchilarning harakat yo'nalishi bo'ylab bormoqda. Bilbo Gandalfga bu haqida asta fikr bildirdi. "Jim, hech kimga gapirma buni. E'tibor qilma", jerkib berdi sehrgar. 4-kuni tong otmasdan uyquga to'ymay yo'lga tushishdi. Kun yorishib, go'yo ko'pdan buyon kutayotgan, qarshi olishi uchun ular tomon yurib kelayotgan baland daraxtlardan iborat qora devori, lang ochilgan qora eshigi va cheksizlikka kirib ketgan so'qmoqlari ila yovuz o'rmon ko'rindi. Shu yerga yetgan yo'l ko'tarila boshladi. Hobbitning nazarida tevarak atrofda jimjitlik qaror topayotganday bo'ldi. Qush tovushi ancha tindi, ilvasin ko'rinmay qo'ydi. Hatto quyon ham berkingan. Kun oxirida sayyohlar yovuz o'rmon chegarasiga yetib, dam olish uchun dastlabki daraxtlar soyasiga o'tirishdi. Ushbu qadimiy o'rmon pahlavonlarining bir necha quloch yo'g'onlikdagi tanalarini vaqt tarashlagan, choxlari egilib, qiyshayib o'zaro chirmashib ketgan, uzun barglari qorayib, aylanasiga o'rab olgan pechak baland shoxlaridan osilib yerga tushgan. Shimolning Yovuz o'rmon deb nom olgan eng yirik o'rmoni mana shu yerdan boshlanadi, dedi Gandalf. Yoqdimi? Endi bizga vaqtincha foydalanish uchun berilgan mana bu yoqimdagi ponilarni ortga jo'natib yuborishimiz kerak. Gnomlar bundan hasratga tushib, zorlana boshlashdi. Lekin Gandalf ularga ketini o'ylab ish qilishni maslahat berdi. "Bayoran, sizlar o'ylaganchalik uzoqda emas", ogohlantirdi u. "Umuman olganda esa va'daga vafo mardning ishidir. Bayoran nihoyatda xavfli dushmanga aylanadi. Agar unga yomonlik qiladigan bo'lsangiz, Mr. Bagginsning ko'z qulog'i sizlarnikidan ancha yaxshi ekan. Har tunda bizga yaqin joyda yo sal narida o'ta yirik ayiq paydo bo'lib,
oy yog'dusida qarorgohimizni kuzatib o'tirganiga o'zi guvoh bo'ldi. U nafaqat bizni qo'riqlab, to'g'ri yo'nalishda ketayotganimizni kuzatib bordi, balki o'z ponilariga ham ko'z quloq bo'ldi. Byorin sizga do'st tutindi, ammo u o'z jonivorlarini sizdan ortiq ko'rib, bolasiday ardoqlaydi. Shunday ekan, ularni egallab, uzoq yo'lga choptirishingizga ijozat berib, sizga qanchalik marhamat ko'rsatganini xayolingizga keltira olmaysiz. Agar uning ponilarini qaytarib bermay, o'rmonga tortib ketadigan bo'lsangiz, sizni nima qilish mumkinligini zig'irday bo'lsin tasavvur ham qila olmaysiz. Nima uchun sen faqat bizga berilgan ponilarning tashvishini qilib, oting haqida indamayapsan? So'radi Torin. Uni ham ponilarga qo'shib jo'natmaysanmi? Yo'q, jo'natmayman, dedi Gandalf. Va'daga vafo masalasi nima bo'ladi? Qo'ymadi Torin. Bu mening ishim. Otni qaytarib jo'natmayman, chunki o'zim minib ketaman uni. Yovuz o'rmon chegarasiga yetgan Gandalf guruhni tark etishni fahmlagan Hobbit bilan gnomlar tushkunlikka yuz tutishdi. Safarni birga davom etishga ko'ndirishga qanchalik urinishmasin, sehrgar o'z qarorida qat'iy turib oldi. Esingizda bo'lsa, to'xtash joyi tosh tepaligida bu masalada kelishib olgan edik, e'tiroz bildirdi Gandalf. Meni ko'ndirishga urinmang. Janubda qiladigan o'ta zarur ishlarim borligini aytganman. Endi esa sizlarning dastingizdan o'sha ishlar ijrosiga kechikyapman. Safaringiz oxirida balkim yana ko'risharmiz, lekin ko'rishmay qolishimiz ham mumkin. Bu sizning omadingiz, dovyurakligingiz va topqirligingizga bog'liq. Bundan tashqari, sizlar bilan Mr. Bagginsni ham jo'natmoqdaman. Aytgan edim sizlarga, uning birov bilmaydigan fazilatlari ko'p deb. Ko'p o'tmay o'zingiz ishonch hosil qilasiz bunga. Shunday ekan, yashasin Bilbo. O'zingiz ham dadilroq bo'ling. Torin va shirkat, umidsiz bo'lmang. Amalga oshirilayotgan ushbu olis safar o'zingizning tashabbusingizdir. Yurtingiz, xazinangiz haqida o'ylang. Yovuz o'rmon u ajdarlarni loaqal ertaga ertalabgacha eslamaslikka harakat qiling. Ertasiga ertalab Gandalf yana shu so'zlarni takrorladi. Sayyohlar bo'sh burdoqlarini Yovuz o'rmon boshidagi toza buloq suviga to'ldirib, ponilarini yukdan xalos qilishdi. Yuk yo'lovchilar orasida imkon qadar adolatli taqsimlandi. Ammo Bilboga yuki og'ir tuyuldi. Bunday qop orqalab ko'plab milya sudralishni mutlaqo istamadi. Tashvish tortma. Qoping sen o'ylagandan ham tez yengillashadi, o'ntirgan bo'ldi Torin. Yegulik tugab, qoplarimizning og'ir vaznini achinib eslaymiz hali. Nihoyat ular uchrashguncha deya otchalarini o'y tomon qaratib xayrlashdi. Ponilar dumlarini likillatganicha aftidan Yovuz o'rmon zulmati ortda qolganidan xursand bo'lib, janub tomon quvnoq sakrab ketishdi. Bilbo boshini kundaga qo'yib on ichishga tayyorki, daraxtlar orasida ayiqqa o'xshash sharpa chiqib, otchalar ortidan beo'xshov depsinib ketdi. Gandalf bilan xayrlashadigan vaqt yetdi. Chorlik Bilbo yerda o'tirar ekan, sehrgarning egari ortiga joylashib olishni orzu qildi. Nochor nonushtadan so'ng Hobbi Yovuz o'rmon ichiga razm soldi va nazarida yorug'likdan qorong'ulikka sakrab o'tganday bo'ldi. O'rmon qandaydir noxush, sirli ko'rindi. Xuddi bizni kutib kuzatayotganda-ya, xayoldan o'tkazdi Bilbo. Ko'rishguncha, dedi Gandalf Toringa. Hammaga xayr. Endi yo'lingiz Yovuz o'rmon orqali o'tadi. So'qmoqdan og'mang, uni tark etmang. Adashadigan bo'lsangiz, yo'lni topish ming imkoniyatdan bitta bo'ladi. Bu esa Yovuz o'rmondan chiqa olmasligingiz va biz hech qachon ko'rishmasligimizni anglatadi, chunki hech kim sizni topa olmaydi. Shu o'rmon orqali yurishimiz shartmidi? Po'ng'illadi Hobbit. O'rmonning narigi tomonida bo'lishni istar ekansiz? Ha, shart, gapini kesdi sehrgar. Yo o'rmon orqali borasiz, yo safardan ko'zlagan maqsaddan batamom voz kechasiz. Shu yerga yetganda fikringizdan qaytishga yo'l qo'ymayman, Mr. Baggins.
siz uchun men uyalib ketyapman. Bunday fikr yuritishga qanday jur'at etdingiz? Barcha gnomlar uchun endi siz mas'ulsiz mening oldimda, kulib boqdi u. Yo'q, meni noto'g'ri tushunding. O'zini oqlashga urindi Bilbo. O'rmonni aylanib o'tish imkoni haqida so'ramoqchi edim. Bor shunday imkon. Agar 200 milya shimolga yurishni yoki 2 chandon uzoq masofani janub tomon bosib o'tishni istasang, javob berdi Gandalf. O'sha yerlar xavfsiz deb o'ylaysanmi? Dunyoning yovvoyi o'lka deb nomlanadigan ushbu qismida xavfsiz yerning o'zi yo'q. O'lka hududida ekaningizni, bu yerda har qanday qabohatga duch kelishingiz mumkinligini yodingizdan chiqarmang. Yovuz o'rmonni shimol tomondan aylanib o'tadigan bo'lsangiz, bilingki, u yerlarda son sanoqsiz goblinlarning bu yerlardagi qabiladoshlariga nisbatan 5 battar zolim zotlari yashaydi. Yovuz o'rmonni janub tomondan aylanib o'tishni niyat qilsangiz, unutmangki, Yovuz sehr hududiga kirib borasiz. Yanglishmasam, hatto senga ham Bilbo, Yovuz sehrgarning yovuzligi haqida ko'p gapirish shart emas, shundaymi? Tasarrufidagi qora minora ko'lankasi tushadigan yerlarga xayolan bo'lsa ham yaqin borishni maslahat bermagan bo'lar edim. Takror aytaman, yaxshisi mana shu o'rmon so'qmog'idan og'may yuring, ruhan tushmang, yaqin kelajakka umid bog'lang. Agar omadingiz misli ko'rilmagan darajada chopsa, kun o'tib bir kun o'rmondan eson-omon chiqib, cho'zib boqqoqqa yetasiz. Uning ortida esa sharqda yuksalib turadigan qari qurumning makoni sanalgan so'qqa tog'ni ko'rasiz. Umid qilamanki, ajdar sizni qarshi olmaydi. Chunonon tasalli berdingki, tarixga so'z ojiz, domanga to'ng'illadi Thorin. Ko'rishguncha biz bilan borishni istamas ekansan, mayli, yo'lingdan qolmay. Ortiqcha gap so'zni bas qilaylik. Unday bo'lsa ko'rishguncha va ilohim, bir kun o'tib, bir kun eson-omon uchrashaylik, xayrlashdi Gandalf. Sehrgar otini burib, g'arb tomon yo'l oldi. Biroq u eng so'nggi nasihani aytmasdan keta olmay, yana ortga burilib, ikki kaftini karnay qilganicha baqirdi. Ko'rishguncha, xayr, iltimos, ehtiyot bo'ling, so'qmoqdan og'mang. Shundan so'nggina u otini choptirganicha ko'zdan g'oyib bo'ldi. Xayr, to'rt tomoning qibla, domangir ming'illashdi gnomlar. Gandalfning ketib qolganidan achchiqlanib. Oldinda safarning eng xavfli qismi kutmoqda. Sayyohlar yelkasiga og'ir qopi-yu suv to'ldirilgan meshini ortib, quyoshga teskari o'girilganicha yovuz o'rmon ichiga kirib ketishdi.